Ko'pchilik metroga yaqin joydan xonadon so'rashadi. Bugungi lokatsiyamiz ham vaqti ishkalat joyda. Turgan manzilimiz keladigan bo'lsa, Shayxon Tohir tumani, Bo'ston mahallasi. Ko'rasizlar, mahalla juda ham tinch, asfalt yotqizilgan. Bunaqasiga biz Toshmiga chiqib ketamiz, bunaqasiga Quvaydog' mahalla 200 metr uzoqlikda, Eshonboboxon masjidi 150 metr uzoqlikda bo'ladi. Mana shunaqasiga biz ko'cha orqali Ankalagechskiga chiqib ketamiz. O'zi eng zo'r lokatsiya Berunidagi Fidapni bilasizlar. Fidap fast foodda shundoq orqasidagi mahalla bo'ladi. Sotilayotgan xonadonimizni qaranglar. Ikkita xonadonning o'rtasida o'zining uzun yo'lagi bor. Uni ichkari kirib alohida tushuntiraman. Umumiy yer maydoni 5 sotun tashkil qiladi. 6 ta xona tayyor yashash sharoitlariga ega. Ichkari kirib batafsil ko'ramiz. Ketdik. Ko'chadan xonadonimiz kirib kelar ekanmiz. Mana shunaqa uzun yo'lagimiz qilingan. Uzunligi mana ko'rasizlar, darvozaxonamiz bo'lsa 28 metr, eniga bo'lsa 3 metr tashkil qiladi. Hozirgi kunda bunaqa yo'laklar minusga emas, ya'ni plyusga o'ynayapti. Chunki mana shunaqa joylarga ham xonalar tushirib yuborib, xonadon kirib ketsa bo'ladigan sharoit qilishyapti. Kelinglar. Bunaqasiga xonadonimiz kirib kelar ekanmiz. O'ng tarafdan bu yerda keng hovlimizda joylashgan gir aylana binolarimiz bor. Ko'rayotganlaringiz yashash sharoitlariga ham ega. Endi xonalarni ichini tushuntiraman. Qaranglar. Chap tarafdagi binomiz bo'lsa, ikkita xonadan iborat katta mehmonxona va yotoqxonamiz bor va hovli qismimizda umumiy hojatxona va yuvinish xonalari qilingan. Yon qismidan oshxonalariga ham ega. Endi qaranglar, hovli qismiga keladigan bo'lsak, hovlimiz ham keng. Hovlining razmerini aytadigan bo'lsam, 15,5 ga 17,5 bo'ladi. Qaranglar, bu tarafda ham binomiz bor. Bu yerda katta mehmonxona va bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz ham mavjud. Hovlimizni ko'rasizlar, fayzli, mevali daraxtlari ekilgan. Bunaqasiga tapchani zona qo'yishibdi. Xonadonimizni ko'rdinglar, umumiy yer maydoni eslatib o'taman, 5 sotun tashkil qiladi.